Biz Imom Buxoriy rahimahullohni yurtidanmiz deb maqtanamiz. Imom Buxoriy siz bizning faxrimiz. Imom Buxoriy esa bizdan deymiz. Ammo Imom Buxoriy qanday bo'lganlar, qanday sifatlarga ega bo'lgan? Imom Buxoriydek bo'lishlikka harakat qilyapmizmi? Husayn ibn Muhammad Samarqandiy rahimahulloh aytiblarki, "Kanal Buxoriy rahimahulloh yatamayyazu bi thalathi hisolin" debdilar. Imom Buxoriyning 3 ta xislatlari bor edi deyaptilar. Imom Buxoriyning 3 ta xislatlari bor edi. Kana qalilal kalami. Imom Buxoriy kam gapirardilar deyapti. Imom Buxoriy kam gapirardilar. U zot aytardilarki, Alloh taologa yo'liqqan kunimda palonchini g'iybat qilsan deb Xudo taolo meni hisob kitobga tutmaydi deb umid qilaman deganlar. Imom Buxoriy o'zlari aytganlar, men g'iybat harom ekanligini bilganimdan keyin birovni g'iybat qilmadim deganlar. Qiyomatda meni umidim bor, Alloh birovni g'iybat qilgan ekansan deb meni hisobga tutmaydi deyaptilar. Shundan umidim bor deyaptilar. Va Imom Buxoriy va kana la yatma'u fima 'indan nasi. Imom Buxoriy odamlarning qo'lidagi narsaga ta'ma qilmasdilar. Va kana la yanshaghilu bi umurin nas. Imom Buxoriy birovlarning ishiga aralashmasdi deyaptilar. Imom Buxoriyni Buxoriy bo'lishliklariga sabablardan bittasi u zot kam gapirar ekanlar. Birovning qo'lidagi narsaga ta'ma qilmas ekanlar, birovning ishiga aralashmas ekanlar. Ular g'iybat qilmagan ekanlar.